Ey musavvir, bitta yo'l chizgin. Meni olib ketsin mayxonalardan. Qilichi qinida 40 ta alp o'ldi, dunyo zahar tutdi mastonalarday. Qorajon qo'lida sichqon yegan it, surxayli kavshadi g'ozning go'shtini, jandamni tutatdim, duduq chiqmadi, kimdir yoqib qo'ydi zindon ustini. Hamon chiqolmayman tufsiz bu choqdan, ruhimni shol qilib tashladi og'u, barchinni chizib ber 7 yil nima 70 yil o'tsa ham kutgan bo'lsin u. Millatning ko'zini ochiq tasvirla, basiri sinchilarning bashorati talq, yag'rinida panja ko'rinmasa ham o'zining alplarini taniy olsin xalq. Kimdir shon talashdi, jonidan kechib, tuslandi bu tarix qoldirmadi iz, ular chaqa emas, tushib qolmasin, vatanning cho'ntagin butun qilib chiz. Bu chirkin siyosat osmonning yana yuziga paranji tutgan pallada sen shunday tasvirla burg'u chalganday shoirlar hayqirib chiqsin dahmadan. Keyin nima bo'lar, keyin bilmadim bir chetda qolsa hamki taxt, yana 3-4 zina tepaga chiqib, suratni madh etib yashamasin xalq. Ey musavvir, Domla. Aldık. Ahmet. Alkışlar olsun. Ustozim, Biz şu bolaga arzimiz bu o'zi. Bizning ovqatlarimiz, ichganlarimiz, deganlarimiz. arziydi. Bir zaman Abdulla Oripov zamonida uning orqasiga ergashib ketadigan minglab odamlar bor edi. Milyonlab emas edi lekin o'sha vaqtda. Lekin bugungi bizning ko'k bo'rining orqasidan ergashib ketayotgan faqat kelinchagi bo'lsa kerak, qayting bu yo'ldan degan. Bir maqola yozib bersa chiqarardik. Ko'k bo'ri haqida maqola yozib bersa chiqarardik jurnalda. Bu ham qahramonlik, ha? Sen menga kitobingni jo'nat bo'laman. Sizni yozishingiz qahramonlik, men chiqarishim qahramonlik. Ikkita qahramon bo'lardi. Lekin uni o'rtada buni o'ldirib ketdi. Har holda seni o'ldirib